Bilamizki, dostonlar baxshilar tomonidan kuylanadi, ijro qilinadi. Bu hammasini zaminida xalqning donoligi, orzu istaklari, maqsadlari yotadi. Shu baxshilar tomonidan kuylanishida ham bejizga emas, chunki har bir xalqni shu dostonlarni mazmun mohiyatida vatanparvarlik, fidoyilik, sadoqatlik, sevgi tarannum qilinadi va o'zaro xalqlarning bir-biriga do'stliklari ifoda qilinadi. Mana shularni biz milliy qadriyatlarimizni saqlagan holda xalq og'zaki ijodini avaylab asrab yosh avlodga yetkazishimiz uchun mana shu ilmiy anjumanimizni bugungi ahamiyati ko'proq tadqiqot ishlarini olib borish va yoshlarda mana shu millatparvarlikni, vatanparvarlikni, xalq og'zaki ijodiga bo'lgan mehrni oshirishdan iborat. Xalq og'zaki ijodida o'ziga xos maktab yaratgan olimimiz Safarboy Ro'zimboyevni xotirasini ham bejizga eslamadik. Sababi mana shu Xorazm dostonchiligida alohida maktab yaratgan olimlarimizdan biri. Ancha shogirdlar chiqargan va bugungi kunda ham mana shu shogirdlar yana uni ishlarini davom ettirib, xalqimizga, ma'naviyatiga, merosiga katta o'zini hissasini qo'shib kelmoqdalar. Dostonlar bilamiz, og'izdan og'iz o'tgandan keyin bu dostonlarni turli namunalari saqlanadi. Har bir ijrochi baxshi tomonidan, ijodkor tomonidan, aytuvchi tomonidan o'ziga xos dardlari, xalqni o'zini istagan orzularini unga qo'shib aytadi. Shuning uchun ham mana shu dostonlarni yig'ishda katta hissa qo'shgan olimlarimizdan biri.